O'zbek san'atida og'ir judolik. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Dono Boboxonova 80 yoshida vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Davlat drama teatri xabar berdi. Dono Boboxonova, ya'ni asl ismi Danisiya Dayanovna Boboxonova 1946-yil 20-noyabrda Qozog'istonda tavallud topgan. Toshkent teatr va rassomlik institutini tamomlab, yosh gvardiyachilar teatrida faoliyatini boshlagan. 1996-yil O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist faxriy unvoni bilan taqdirlangan. Aktrisa milliy sahna san'ati rivojiga ulkan hissa qo'shgan hamda betakror obrazlar yaratgan. Kinoda ham o'ziga xos turfa rollarni maromiga yetkazib ijro etgan. Bozor ko'rmagan yigitda ona, arazlasang o'lamanda qaynona, Chol va nabirada Sobira, Tilim qursinda sovchi va boshqalar shular jumlasidandir. Dono Boboxonova 9 nabira va 4 evaraning buvisi edi. Dono Boboxonovaning oila a'zolariga hamdardlik bildirib qolamiz. Joylari jannatdan bo'lsin ilohim. Aziz muxlislar, Dono Boboxonovaning haqqiga duo qilishni unutmang.